Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Biza operativ 712 egalarimiz, mana Aziz va men Adamir. Bugun biza endi birga tog'ga, Tokio ketyapmiz. O'zi aslamda tog', keyin Tokiodan mana bu Tokio degan joydan chiqib supermarket borib, keyin esa tog'ga boramiz. Bizani davom ettiringlar, podpiska, like bo'linglar. Hozir borib sizlarga qo'ygan joyini davom ettirib qo'yamiz. Mana endi biz ham kelay deb qoldik. Keldik Aziz va hozir Aziz salgina qolib ketdi. Mana Aziz hozir keladi, mana keldi ham. Endi birga ketamiz. Hozir supermarketga shu yoqdan birga ketamiz endi. Keyin esa sizlar hozir supermarketga borib davomini qo'yib ko'rsamiz. Hozir birga endi supermarketga ketdik. Biz kelay deb qoldik, keldik ham. Mana endi supermarketga kirib hamma narsani olamiz-da, keyin mashinaga narsalarni joylashtirib chiqamiz. Keyin salgina adashimiz, kechirasizlar. Mana hozir supermarketga keldik, mana endi keldik. Endi esa mana supermarket. Endi esa biz birga Aziz bilan bozorlikchan qilib tog'ga ketamiz. Salgina qotayotgan bo'lsa iltimos uzr, chunki telefonda gaplashayotgandik, mikrofon zapis qilmabdi. Tamam zapis qilgan, shu uchun endi biz hozir supermarketdan nima qilamiz? Endi bir ketamiz, keyin sizlarga davomini qo'yamiz. Mana Aziz ham mashinaga mindi. Endi esa biz hozir tog'ga qarab ketdik. O'shandan keyin sizlar mana tog'ga borib, uyga borib sizlarga ko'rsatamiz. Keyin uyga borib shunday videolar qilib, obzor qilib sizlarga ko'rsatamiz. Mana tog'ga keldik, почти. Aziz salgina qolib ketibdi orqaga, kechirasizlar endi. Qolib ketdi, chunki mashina salgina buzilib qoldi. Mana teksturani ko'rmay qolib, mana keldik. Shunday yo'lchan bo'lsak, mana kelay deb qoldi Aziz ham. Mana hozir keladi. Qani kutaychi, mana kartani ko'rdik, yaqinlashgan. Anas kelasiz, mana drift qilib. Endi esa hozir uyga borib sizlarga ko'rsatamiz uyda. Mana uyga ham keldik. Mana ana shu uy. Bu qaranglar, sizlar bitta hozir garajga kiramiz. Azab keladi orqamdan. Hozir bitta narsani aytaman sizlarga, obzor payti urinmasligini hamaylar. Mana endi esa ko'chaga chiqib obzor bo'lsa, az sig'mayapti, mana yemanda. Sig'mayapti jo'da. Hammashimiz chetroqqa olaylik. Keyin mana qotayotganiga uzr aytdim-ku, qotadi deb. Shu uchun hozir endi chiqib sizlarga hozir ko'rsatamiz. Qaranglar. Tarsa mana shu uyda sitvoy o'ynayotgan payti mana hamma o'ynayga kirma kishi ham to'ylar-ku. O'sha payti bu uyda kimlardir sotib olgan bo'lsa, o'shalar bilan birga o'tirsak bo'ladi. Mana deylik serverda bir kishida bo'lsa, o'shaniki bo'ladi. İşte bu opsiyon mana o'zingiz bir o'zingiz sitvoy mas o'ynayotgan bo'lsangiz, siz uyingiz hisoblanadi. Shu uchun mana nima qilamiz? Bu yerda xonalar bor ekan, mana garaj bor, xonalar bor, mana xonalari, keyin shashlik pishirishga joylari bor ekan. Endi biz keyin hozir muzli joyga borib, keyin sizlar muzli joyda drift qilib ko'rsatamiz. Keyin esa ana qasrga boramiz. Qasrda ham keyin obzor qilib sizlarga tugatib beramiz. Mana keldik ham, Aziz bilan birga kelib, mana drift qilaman. Drift qilamiz mana birga. Endi hozir esa sizlarga qorli uyga borib ko'rsatamiz. Mana keldik. Hozir shu yaqin atrofda, bu yerda chapga, o'ngga yo'l bor. Hammalar o'ngga borib ketamiz. Endi to'g'ri ketsak, mana yo'l bor ekan. Mana bu yerda karparkini o'ynayotganlar, juda ko'p video taqlayotganlar bor-ku mashinani. Qayerda chiroyli joy bor ekan, moyka qilib mashinani kir qilmay kiysanglar, zo'r videolar olsanglar bo'ladi degan maslahat berardim. Mana endi biz 2 kishimizku, 2 kishiligimiz uchun xudo xolasa birga
Hozir endi boshlaganligimiz uchun biza bilan hech kim kirmadi ekanmiz. Shu uchun endi ikkalamiz hozircha o'ynab turamiz. Keyin sizlar ID'lar qo'yib sxodka qilishda sizlarni ham qo'shamiz. Mana ikkamiz nima qilamiz? Sizlar uchun like ham bosinglar deyapti. Like, podpiska unutmanglar, iltimos. Kommentariy sizlar uchun men drift ham qo'ymoqchi aziz. Qani ko'raylikchi driftini. Podpiskalar uchun ham urib berdi. Mayli. Endi sizlar operativ videonikini yana kutib qolamiz. Podpiska bo'lishni unutmang. Bu safar sizni ham qo'shamiz degan umiddamiz. Hammaga rahmat ko'rganlar uchun.